Assalomu alaykum do'stlar. Kinomaniyaga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga juda ham qiziq syujetga ega bo'lgan triller va ujis janridagi Jimlik filmini taqdim etamiz. Film voqealari Amerikaning ba'zi shimoliy shtatlarini o'rab olgan noma'lum pandemiya tarqalgan kundan boshlanadi. Bu pandemiyaning o'ziga xosligi shunda ediki, gapirgan odam o'lardi. Televideniya yangiliklarda esa bu pandemiyaning qurbonlarini ko'rsatishayotgan edi. Boshqa bir videoda esa qo'rqib ketgan ayol mashinada o'tirgan holda o'zini videoga olayotganligini ko'ramiz. Qizining og'zi esa qichqirmasligi uchun skotchlab qo'yilgandi. Ayol esa qo'lida "shovqin qilmang" deb yozilgan qog'ozni ushlab turardi. Afsuski bu kabi xabarlar odamlarning o'limi oldini ola olmaydi. Bu voqealar sabab hukumat favqulodda holat e'lon qiladi va aholidan uyda qolib, hatto uyali aloqa telefonlarini ham o'chirib qo'yishlarini so'rashadi. Pandemiya boshlanganidan bir necha kun o'tiboq mamlakatning bir qancha hududlari bo'shab qoldi. Yer osti metrosi esa jasadlar va qon bilan to'lgan edi. Tirik qolganlar guruhi bu fojialar tugashiga umid qilgan holda poyezd ichida yashirinib olishgandi. Kutilmaganda chaqaloq yig'lashni boshlaydi va onasi uni tinchlantira olmaydi. Qo'rqib ketgan odamlar chaqaloqni poyezddan tashlab yubormoqchi bo'lishadi, ammo onasi u bilan birga ketishga qaror qiladi. Afsuski uning qarori xato bo'lib chiqdi va ayol ko'chaga chiqishi bilan qandaydir mavjudot uni olib ketadi. Bundan so'ng film voqealiklari bularning barchasi boshlangan kunga qaytadi. Arxeologlar guruhi Pensilvaniyadagi o'rganilmagan g'orlardan birida qazish ishlarini olib borishmoqda. Ular oldinlari aniqlanmagan qorong'u g'orga duch kelishadi va buni nishonlashga tushishadi. Biroq shaxta ichidan chiqayotgan g'alati tovushlarni eshitib qolishadi va noma'lum uchuvchi mavjudotlarning qurboniga aylanishadi. Bundan so'ng New Jersey shtatidagi maktablardan birini ko'rsatishadi. Ellie Andrew ismli kar va soqov qiz avtobusni kutmoqda. U bir guruh dalbanlar uning kar soqov ekanligini aytib ustidan kulishayotganliklarini ko'rgach, uyda piyoda ketishga qaror qiladi. Ellie 3 yil oldin sodir bo'lgan avtohalokat sabab eshitish qobiliyatini yo'qotgan edi. Yetmaganiga otasi tarafdan bo'lgan bobo va buvisini ham yo'qotgan edi. U qolganlar bilan imo-ishoralar va labdan o'qish yordamida muloqot qilardi. Bu oraliqda Rob ismli yigit paydo bo'ladi va uni uyga kuzatib qo'yishni taklif qiladi. Ular bir-birlarini sevishsa ham buni oshkor qilishni istashmasdi. Ishda bo'lgan qizning otasiga uning xotini Kelly qo'ng'iroq qilib, maktabda qizlarni yana masxara qilishganliklarini xabar qiladi. Bu xabar qizning otasini xafa qiladi, ammo qo'lidan hech narsa kelmasdi. Ellie ota-onasi bilan yashardi. Bu ukasi Judy, bu esa bedavo kasallikka chalingan buvisi Lynn. Aytgancha, Otis nomli kuchukcha ham. Tunda Rob Ellie'ga ko'rshapalaklar galasiga o'xshagan mavjudotlarning bir gala bo'lib uchayotganliklari tasvirlangan videoni ko'rsatadi. Yarim tunda Kelly qizini uyg'otib pastga tushishni aytadi. Pastga tushgan qiz butun oilasi televizor oldiga mixlangan holda xavotirdan o'lay deb o'tirganligini ko'radi. Barcha eshiklar yopilgan, kamin esa plastik bilan berkitilgan edi. Televizorda aytilayotgan yangiliklarda esa AQShning shimoliy qismi pterozavrlarga o'xshash Vesp deya nomlanuvchi noma'lum mavjudotlar hujumiga uchraganligi haqida xabar qilishadi. Ular tadqiqotchilar million yillar davomida yopiq turgan g'orni ochishlari oqibatida ozodlikka chiqishgan edi. Bu mavjudotlar o'ljasini topish uchun undan chiqqan ovozdan foydalanar va uni sanoqli soniyalar ichida o'ldirardi. Shu sabab hukumat favqulodda vaziyat joriy qilgan va hammadan uyda jimgina o'tirishlarini so'ragandi. Kelly sokin va xavfsiz bo'lganligi sabab qishloqqa jo'nashni taklif qiladi. Hugh bunga rozi bo'ladi va barcha narsalarni yig'ishni boshlaydi. Hughning Glenn ismli do'sti ham ularga qo'shiladi va birgalikda qishloqqa yo'l olishadi. Yo'l bo'yi yoqilg'i olish uchun yaqin oradagi shoxobchaga to'xtashadi. Qiz kuchukchasini yozdirish uchun sayrga olib chiqqan vaqtda Hugh o'g'li bilan hazil qilayotgan edi. Kutilmaganda Ellie'ning qichqirig'ini eshitgan Hugh tezda uning yoniga boradi. Ellie'ni nishonda ushlab turgan notanish erkak Hughdan mashina kalitlarini berishini talab qiladi. Hugh uning aytganini qilmoqchi bo'lib turganda yordamga kelgan Glenn bezbetning oyog'iga o'q uzadi. Bundan so'ng zo'ravonning qurolini olib yo'llarida davom etishadi va notanishni maxluqlar bilan yolg'iz qoldirishadi. Biroq hali manzillarga yetib bormaslaridan shtatlar orasidagi yo'llarni yopib qo'ygan uzundan uzoq tirbandlikka duch kelishadi. Glenn yo'lni kesib o'tishni taklif qiladi va magistraldan chetga chiqishadi. Qishloq yo'llaridan yurisharkan Glenn kutilmaganda qochib ketayotgan oxular to'dasiga duch keladi. U avariyadan qochish uchun tezda mashinani olib qochadi, ammo chuqurga dumalab ketadi.
Hyu tezda uning oldiga tushadi va do'stini tirik holda topadi. Afsuski, u mashina ichida tiqilib qolgandi. Ular Glenni qutqarishga bor kuchlari bilan harakat qilishadi. 911 ga ham qo'ng'iroq qilishadi, ammo bularning hech biri foyda bermaydi. Glenn oxir-oqibat qon yo'qotishdan halok bo'lishini tushunadi va Hyudan to'pponchani berishini va oilasi bilan jo'nashini so'raydi. Hyu yaqin do'stini yolg'iz tashlab ketishni istamaydi, ammo oilasi sabab bunga rozi bo'ladi. Afsuski, ular endi ketmoqchi bo'lishganlarida nimanidir sezgan Otis tinmay akillashni boshlaydi. Bu esa Vesplarning e'tiborini tortadi va ular mashinaga hujum qilishni boshlashadi. Barcha hayotidan umidini uzgan vaqtda hali ham mashina ichida yotgan Glenn maxluqlarni o'ziga jalb qilish uchun o'q uza boshlaydi. U do'sti uchun biroz vaqt yutib beradi, biroq o'zi halok bo'ladi. Otisning esa jag'i tinmayotgan edi. Boshqa yo'li yo'q ekanligini tushungan Hyu og'ir qaror qabul qiladi va itni qo'yib yuboradi. Bundan so'ng mashinada ketadigan bo'lishsa, Vesplarning e'tiborini tortishlari mumkinligini tushunadi va bu fikrdan qaytadi. Hyu maxluqlarni chalg'itish uchun mashinasiga o't qo'yib, oilasi bilan boshpanaga piyoda yo'l oladi. Ular soatlab yo'l yurishadi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, tun tushgach baland to'siqlar bilan o'rab olingan yopiq darvozali uyga duch kelishadi. Ular uyga kirmoqchi bo'lganlarida kutilmaganda shovqin uyg'onadi va bu Vesplarni o'ziga jalb qiladi. Ko'p o'tmay uy egasi ham qo'lida qurol bilan hovliga chiqadi. Sodir bo'lgan hodisadan bexabar ayol chaqirilmagan mehmonlarni haydamoqchi bo'lib turganda Vesplar unga hujum qilishadi. Bundan so'ng Hyu uyga kirish mumkin bo'lgan boshqa joylarni izlashni boshlaydi va hovliga olib o'tuvchi kanalizatsiya quvurini topadi. U buning xavfsiz ekanligini tekshirish uchun birinchi bo'lib o'zi uyga kiradi. Hyu xatar yo'q ekanligini xabar qilgach, qolganlar ham hovliga o'ta boshlashadi, ammo Jud ichkarida ilonni ko'rganligi sabab qichqirib yuboradi va bu albatta Vesplarni o'ziga jalb qiladi. Maxluqlar ilonni o'ldiradi va Kellining oyog'idan ham tatib ko'rishadi. Endi o'ldik deb turishganda Hyu go'sht maydalagichni ishga soladi va qonxo'rlarni birin-ketin qiymadan chiqaradi. Keyingi sahnada ular uyga kirishadi va uxlashga yotishdan oldin Kellining yarasini davolashadi. Rob bilan aloqaga chiqqan Ellie maxluqlar uning ota-onasini o'ldirganliklaridan xabar topadi. Yigitidan xavotir olgan qiz unga shahardan ketishini aytadi, ammo javob olishga ulgurmasdan aloqa uzilib qoladi. Bu tartibsizlik va g'ala-g'ovur yetmayotganday tobora kuchayib borayotgan diniy oqim a'zolari o'zlariga yangi safdoshlarni yig'ish va bo'ysunmaganlarni o'ldirishni boshlashgandi. Ertasi kuni Kellining yarasini ko'zdan kechirgan Lil yarasiga infeksiya tushganligini ko'radi. Yaraning antibiotiklarsiz yanada zo'rayishini tushungan Hyu Ellie bilan birga yaqin oradagi dorixonaga yo'l olishadi. Jimlikda o'tgan soatlab sayohatdan so'ng ular bo'shab qolgan shaharga yetib kelishadi va dorixonani izlashni boshlashadi. Nihoyat dorixonalardan birini topishadi va chirigan jasadlar ustidan o'tib, o'zlariga kerakli narsani izlay boshlashadi. Hyu dorilarni olayotgan vaqtda Ellie jasadlar ichidan o'sib chiqayotgan Vesplar qo'ygan tuxumlarga duch keladi va istamagan holda qo'rqib qichqirib yuborgach, qonxo'rlarni o'ziga jalb qiladi. Endilikda ota va qiz Vesplar qurshovda qolib ketishdi. Yaxshiyamki Hyuda reja bor edi. U sekin shvabrani yoqib signalizatsiyani ishga tushiradi. Signalizatsiya ovozi va suv quyilishi qonxo'rlarni chalg'itib yuboradi va natijada ota-qizlar tirik qolishadi. Ularning yo'llaridan tilni kesib tashlagan Revent ismli ruhoniy chiqib qoladi. U odamlarni o'z saflariga qo'shib, bo'ysunmaganlarni o'ldirib kelayotgan diniy oqimning lideri bo'lib chiqadi. Ruhoniy ularga o'z saflariga qo'shilishni taklif qiladi, ammo Hyu buni rad qilib u yerdan ketadi. Ular dori-darmonlar bilan uyga qaytishni uddalashadi va Kelli sekin-asta tuzalishni boshlaydi. Ertasi kuni Ellie otasiga tunda berilgan yangiliklarda Vesplar sovuqqa chidamsiz ekanliklari haqida aytilganligini ma'lum qiladi. Shu sabab shimolda yashovchilar omon qolishgandi. U yana elektr quvvati o'chib qolgan telefon va kompyuterlar ham ishlashdan to'xtab butun dunyodan uzilib qolgan kulrang deya ataluvchi joy haqida ham aytadi. Bu esa o'rta asrlarning qaytishi degani edi. Shu kuni boyagi ruhoniy va uning diniy oqim a'zolari oila yashiringan boshpanaga kelishadi. U Hyudan yana ularning qatoriga qo'shilishni so'raydi, biroq yana rad javobini oladi. Hyu endi uyga kirmoqchi bo'lganda ruhoniy uni to'xtatib, qog'ozga unumdor qiz so'zini yozib unga ko'rsatadi. Ularga boshdan oyoq nazar solgan Hyu ichkariga kirib ketadi. Ruhoniy va uning safdoshlari Hyu hozir bizga o'z qizini olib chiqib beradi deb o'ylab turishgan vaqtda u qo'lida qurol bilan qaytadi. Biroq ayyor ruhoniy baland shovqin chiqarish mumkin emasligi sabab uning o'q uzolmasligini bilgan holda bu holatdan unchalik ham qo'rqmaydi. Bunga qaramasdan Hyu qurolni o'q uzishga tayyorlaydi va ruhoniy boshliq guruh u yerdan ketadi. Shu kuni tunda Ellie Robdan xabar oladi. U mamlakat shimolida joylashgan boshpanaga yo'l olganligini ma'lum qiladi. Bu odamlar maxluqlardan himoyada bo'lishlari mumkin bo'lgan yagona joy edi. Biroq Ellie bu haqida to'liq so'rashga ulgurmasidan oldin aloqa yana uzilib qoladi.
Tunda Hyu va Kellilar tashqaridan kelayotgan ovozlardan uyg'onib ketishadi. U qo'liga qurolni olib Kelli, Lin va Judlarni uyg'otguncha kirish yo'lini tekshiradi. Hyu eshik oldida hech kimni ko'rmaydi, biroq Jud pardani ko'tarishi bilan o'zi bilan teng qiz ko'chada turganligini ko'radi. Kelli qo'rquvdan dag'dagʼ titrayotgan qizni uyga kirgizadi. Qizga issiq adyol berib, uning bu yerga qanday kelib qolganligini so'rashadi, ammo qiz savollarga javob bermaydi. Bu paytda Kelli qizning og'zidagi chandiqlarni sezib qoladi va Hyu uning og'zini ko'zdan kechiradi va qizning tili yo'qligini ko'rib dahshatga tushadi. Ko'rinishidan qiz ruhoniyning diniy guruhi tomonidan ularning oldiga jo'natilgan edi. Ularni chuv tushirishgandi. Ular qizni ko'zdan kechira boshlashadi va uning beliga bir qancha telefonlarni bog'lab jo'natishganliklarini ko'rishadi. Bu vaqtda uyqudan uyg'ongan Elli pardalarni ochgach, xonasidagi oynaga yopishtirib qo'yilgan telefonni ko'radi. Telefondagi budilnik ishga tushishi bilan qonxo'rlar qizning xonasiga hujum qilishadi. Qizga bog'langan telefonlar ham ishga tushishni boshlaydi va qolganlar ularni olishga harakat qilishadi. Hyu telefonlarni suvga tiqayotgan vaqtda Elli mehmonxonaga tushib oladi. Bu paytda Vesplar uy tomidagi derazani sindirishni boshlashadi. Hyu va Judlar maxluqlarni to'xtatishga harakat qilishadi, qolganlar esa yashirinish uchun uy podvalga tushishadi. Afsuski podvalda Ellini kutib turgan guruh a'zolari uni olib ketishadi. O'g'rilar Ellini olib ketishadi va boyagi qiz ham ular bilan birga ketadi. Tushkunlikka tushgan Lin uydan chiqib o'g'rilarga tashlanadi. U ikkita erkakni ushlab oladi va Elliga qochishni ishora qiladi. Qiz endi qochib sal uzoqroqqa ketishi bilan hali ham o'g'rilarni ushlab turgan Lin bor ovozi bilan qichqiradi. Bu esa Vesplarni o'ziga jalb qiladi va uchovlonni bo'laklarga bo'lishadi. Oilaning qolgan a'zolari ham uydan chiqishadi, ammo qo'llaridan kuzatishdan boshqa hech narsa kelmaydi. Ayni shu damda yetib kelgan ruhoniy ketar chog'ida Ellini o'zi bilan olib ketadi. U hatto jim bo'l deya Hyuning ustidan kulishga ham ulguradi. Biroq yomg'irdan foydalangan Hyu va Kellilar ruhoniyni ta'qib qilib kutilmaganda hujum qilishadi. Qahrlangan Hyu ruhoniyni bo'g'ishni boshlaydi, ammo tullak erkak unga pichoq tiqib oladi. Ammo bor kuchini yig'gan Hyu yana oyoqqa turadi. U Zayniddin Zidanning kalla qo'yishlari bilan ruhoniyning mazasini qochiradi. Kelli esa qolgan guruh a'zolarini bir yo'qlik qilib olgach, erining oyog'idagi pichoqni sug'urib oladi. Ruhoniy esa yana o'rnidan turadi, biroq Hyu yana unga joyini ko'rsatib qo'yadi va bu safar uni asfala sofiniga ravona qiladi. Bundan so'ng Endryular oilasi yana uyga qaytishadi. Boyagi tilsiz qizcha esa onasi bilan ketadi. Oradan bir necha hafta o'tdi. Butun mamlakatni aylanib chiqqan Endryular oilasi nihoyat xavfsiz boshpanani topishgan edi. So'nggi sahnada Elli va Roblar o'rmonda ov qilishayotganliklarini ko'ramiz. Film esa Ellining maxluqlar sovuqqa ko'nikkanlaridek, odamlar ham jimlikda yashashga ko'nika olisharmikan degan savoli bilan yakunlanadi. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.